Assalomu alaykum dunyo shirinliklari kanalim a'zolari. Sizlar bilan juda ham a'lo kayfiyatda mazali sho'rva taomini tayyorlaymiz. Sho'rvani ko'rib turganingizdek faqat go'sht va no'xatini solib qaynoqdan chiqarib olamiz. Boshqa masalliqlarni solmaymiz. Ko'piklarni yaxshilab bironta ko'pigi qolmaydi terib tashlaymiz. Va qolgan masalliqlarni sabzi, kartoshka, piyoz va pomidorni solib qaynatamiz. 3,5-4 soatda sho'rvamiz juda ham mazali, go'shtlari yumshoq bo'lib pishib chiqadi. Ko'rib turganingizdek barcha masalliqlarni terib olamiz va issiqqina sho'rvani, ayniqsa mana kuz faslida juda ham yoqimli, organizm uchun foydali bo'lgan sho'rva taomini dasturxonga tortiq qilamiz. Barchangizga yoqimli ishtaha tilayman. Kanalimni kuzatishda davom eting va like tugmasini bosishni unutmang.